Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Juda kamchiliksizlar ularni. Hozir ish payti, balkim kimlargadir noqulay bu vaqtda bizani vebinarimizga kirish. No, umuman bizani hamma talabalarimizni shu vebinarni ko'rib chiqishlarini qat'iyan talab qilsam bo'ladi, chunki bizni talabalarimiz Nivey xalqaro amaliy psixologiya o'quv markazining talabalari birinchi galda sifatga e'tibor beradigan mutaxassislar deb o'ylayman. Shuning uchun hozir man yana o'quvchilarimizga xabar beraman, что vebinarimiz boshlandi. Chunki ko'pchilikni ko'rmayapman. Так. Mhm. Hammaga assalomu alaykum, salomatmisizlar? Ko'p o'quvchilarimizni Newway xalqaro amaliy psixologiya markazini studentlarini vebinarda ko'rmayapman, shundan afsusdaman. Shuning uchun hozir mani Instagramda o'tirib ko'rmasdan vebinarga kiringlar. Men bizani Newway xalqaro amaliy psixologiya ta'lim markazini studentlariga nisbatan gapiryapman, bu xabarimni. Boshqalarga tegishli emas. Tak. Hozir bir daqiqa. Pastga tushib ketdimi? Nayla xalani qilib. Hop, ne kamchilik, ne kamchilik. Ne ovoz yo'q bo'ladi. Bana borku. Zapis ko'ramiz, xudo xohlasa, balkim bo'lar. Juda yaxshi, rahmat. Xo'p, bo'lmasam boshlayveramiz, keyin ko'ramiz qanaqa kim qachon qo'shiladi, mayli. Afsus, hamma qo'shilmayapti. Значит, bugungi ma'ruzam, bugungi vebinarim asl maqsadi birinchi galda bizani o'sha o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz o'zini faoliyatida xatolarga yo'l qo'ymasligi, umuman insonlarni psixik sog'lom holatini aniqlab olib, shunga qarab turib faqatgina ishini, faoliyatini olib borishni talab qilish maqsadida bu vebinarni tashkillashtirdik. Bizni boshqaruvchimiz, direktorimiz Yeva Maksimna Shevtsova menga shu narsani aytdilar. Albatta bizani studentlarimizga mana shu ma'lumotlarni yetkazish kerak, sababi man hozir sizlarga qonun bo'yicha ko'p ma'lumotlar beraman. O'sha qonunda ham, milliy standartlarimizda ham bizga shunaqa talablar qo'yilyapti. Hozir psixolog konsultantlarga yoki bo'lmasam amaliyotchi psixologlarga shaxsiy tartibda ishlashi uchun bir qancha talablar qat'iyan qo'yilgan. Bu qonun bilan o'ynashish mumkin emas. Qonun talablariga rioya qilish hammamizni burchimiz, farzimiz hisoblanadi. O'shaning uchun ham ma'muriy javobgarlikka tortilishni oldini olish uchun sizga nisbatan har xil o'sha qonun
ga asosan shartlar va jazolar o'rnatilmasligi uchun ham mana shu narsalarga e'tibor berishinglar kerak. Va shuni oldini olish uchun, shu xatolarni oldini olish uchun bugun vebinarni tashkillashtirdik. Значит, psixik sog'lomlik mezonlari haqida gaplashib o'tamiz bugun sizlar bilan va amaliyotchi psixologlar maslahat jarayonida xatolarga yo'l qo'ymasligi haqida, nima qilish kerakligi haqida sizlarga ma'lumot beraman. Mani hammanglar tanisanglar kerak. Men hali ham o'sha Maqsuda Umurzoqova. Mani shaxsiy o'zimni shu sohada, shu masalada qiziqishim bor, zainteresованностьim bor. Sababi o'zbek tilidagi guruhlarni rahbari hisoblanaman. Amaliy psixologiya kursini kuratori hisoblanaman va o'shaning uchun ham bizani hamma studentlarimiz bu ma'lumotlardan xabar bo'lishi kerak. Bu juda muhim, judayam zarur, shart deymizmi, nima deymiz? Da. Bizani to'g'risini aytsam yuzimiz biza studentlarimiz. O'sha studentlarimiz ertaga o'sha qonun oldida javob berib qolsa, kim o'qitgan sani desa, Nyuvey o'qitgan, Nyuveyda shunaqa biz chala savod bo'lib qolganmiz degan gaplar bizaga yetib kelmasligi maqsadida ham mana shu vebinarni tashkillashtirdik. Demak, birinchi bilishinglar kerak bo'lgan narsa bu siz bilan ishlayotgan mijozingizni sog'lomlik darajasi, aqliy, ruhan, emotsional da sog'lom bo'lsa, siz u bilan ishlashga haqlisiz. Ya'ni yozilgan mana qonunda ham faqatgina psixik sog'lom odamlar bilan biz ishlaymiz. Ularda psixologik muammolar bo'lishi mumkin, lekin psixik muammolar, ya'ni ruhiy kasalliklar bilan kasallanmagan bo'lishi kerak bizani mijozlarimiz. Shuning uchun ham siz bularni farqiga borishingiz kerak. Chunki juda ham qiyin, mana даже psixiatrlar, psixoterapevtlar ham ajratib olishi juda qiyin, sog'lommi yoki bu odam nosog'lommi. O'shaning uchun Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan standartlar belgilangan, lekin bu standartlar juda ham yuzaki qaraydi mijozi holatiga. Ya'ni aytmoqchimanki, aniq diagnostik kriteriy hisoblanmaydi. Diagnostika qilish uchun, ya'ni u insonda, siz oldingizda qarshingizda o'tirgan odamda qanaqa ruhiy kasallik, aynan qanaqa nomlanadi bu ruhiy kasallik va bu ruhiy kasallikni darajasi faqatgina juda kuchli va uzoq muddatli tashxisdan keyingina va bitta sizni yoki bitta o'sha vrachni tashxisi emas, balkim kollegialniy tashxislar orqali va nima deydi, katta tajriba malakaga tayangan holatda tashxis qo'yilib, bu odamga masalan shunaqa ruhiy kasallik, masalan shizofreniya yoki bipolar affektiv buzilish yoki bo'lmasam endogen depressiya yoki bo'lmasam tam obsessiv kompulsiv buzilish yoki bo'lmasam yana fobik buzilish, ipokondrik buzilish va hokazo degan turli xil klassifikatsiyasi bor, nomlari bor. Ya'ni bizani O'zbekistonda hozirgi kunda o'sha MKB deyiladi, Международная kvalifikatsiya bolezni, ya'ni xalqaro kasalliklar kvalifikatsiyasi degan perechень bor, ro'yxat bor. O'sha ro'yxatga qarab turib bizani vrachlarimiz tashxis qo'yadi. Mana bunaqa nom deb qo'yib berishadi. Agar u yerda o'sha MKB 11, MKB 11-пересмотр deyiladi. O'shanda agar shunaqa nom bo'lmasa, o'zi по сути sizlar ham bemalol o'zinglarni tekshirishinglar mumkin. Masalan, doktorga borganinglarda sizga qanaqadir diagnozni qo'yib yozib bersa, shunaqa diagnoz bormi o'zi deb MKB 11 dan ko'rsangiz bo'ladi-da. Agar mabodo noto'g'ri diagnozni yozgan bo'lsa, unaqa nom bo'lmasa, bemalol haqqinglar bor tegishli organlarga murojaat qilib shikoyat o'zinglarni yozsanglar bo'ladi. Mana menga bunaqa qo'yib qo'yibdi diagnoz, bunaqa diagnoz yo'q ekan, men topmadim, kasalligimni nomini ham tushunmayman, bilmayapman, nima bu kasallik, nima o'zidan o'zi bu bunaqa nom beryapti deb bemalol haq huquqi bor любой odamni
tegishli organlarga murojaat qilib bu holatga chora ko'rishlariga talab qilish. Aytmoqchimanki, xuddi shunaqa endi bizaga ham mana vrachlar to'g'risida ularni ishni faoliyatini tashkillashtirish bo'yicha qonun bor. Endi biza psixologlar uchun ham xuddi shunaqa qonun ishlab chiqildi va agarda sizda o'sha endi qonunda, конечно, nima deydi, buzilishlar haqida gap ketilmagan, то есть biz ular bilan ishlamaymiz-ku, lekin biza qilishimiz mumkin va qilishimiz mumkin emas bo'lgan holatlar albatta erta ham yozib o'tilgan. Ya'ni aytmoqchimanki, agar endi shu qonun talablariga, qonunda ko'rsatilgan moddalardagi punktlarga e'tiborsiz bo'lsak, bizga ham nisbatan ma'muriy, balkim kerak bo'lsa bir xil joylarda jinoiy ham, endi berilgan zararga qarab turib jinoiy javobgarlik ham tortilishimiz mumkin. Ana o'shaning uchun hech qanaqa tashxis degan narsalar bizda qo'yilmaydi, ya'ni nom berilmaydi hech qanaqa kasallikka. Bu narsani sizlar yaxshi bilasizlar, lekin shunday ham bo'lsa, bugun mana o'sha differensiatsiya, ya'ni ajratib olish uchun sog'lom va nosog'lom odamlarni bir-biridan ajratib olishimiz uchun mana shu vebinarni sizlarga yana bir marta tashkillashtirdik. Chunki mana hozir bizani yangi guruhlarimizda bu mavzu bor, bu mavzuga urg'u berilgan, psixodiagnostika va o'sha sog'lomlik mezonlari haqida alohida men dars o'tganman. O'zim mana 29-guruhda adashmasam o'tgandim. Undan oldingi guruhlarimizda 28-guruhda ham manimcha o'tgandim, esimda yo'q. No, в общем aytmoqchimanki, avvalgi guruhlarimizda bular haqida точно men ma'lumot bermaganman shaxsan o'zim. Shuning uchun ham hozir biz o'sha bizani bitirib ketgan studentlarimiz uchun shu webinar tashkil qildik. Yana bir marta sizlarga bu haqida ma'lumot berib va sizlarni ogohlantirish uchun, ogoh bo'lsanglar, qilayotgan ishinglarda xato qilmasanglar, bizani ham yuzimiz yorug', sizlar ham xavfsiz bo'lasizlar. Demak, umumjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan psixik sog'lomlik bu nima? Bu insonni o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqara oladigan, hayotiy stresslarga dosh bera oladigan, samarali ishlay oladigan va o'z jamiyatiga hissa qo'sha oladigan farovonlik holati deyiladi. Ya'ni siz yoki sizni mijozingiz o'sha siz bilan o'sha endi hozir men aytib ketaman qanaqa shartlar bilan sizga murojaat qilgan mijoz deylik, mijozingiz birinchi galda o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqara oladigan, qanaqa qobiliyatlar bular, aynan bularni ham hozir qisqacha aytib o'taman, va hayotiy stresslarga dosh beradigan, ya'ni stresslarini o'zi eploladigan, stressga chidamli deganida, mana shunaqa odam va samarali ishlay oladigan, ya'ni masalan o'zini oldiga maqsad qo'yib, o'sha maqsadiga erishishda harakat qiladigan va yeta oladigan va o'sha qanaqadir bir jamiyatda a'zosi sifatida, shaxs sifatida o'sha jamiyatiga, ya'ni kichkinagina oilasi bo'ladimi, u mahallasi, qarindosh urug'larning orasidan qanaqadir o'zini ijobiy hissasini qo'shadigan insonlarni biz sog'lom insonlar deymiz. Faqat shunaqalar bilan biz ishlashga haqqimiz bor. Agar siz bilan kelib ishlayotgan mijoz qobiliyatlarini, hozir aytaman qanaqa qobiliyatlarni, amalga oshira olmayotgan, ro'yobga chiqara olmayotgan, stresslarga chidolmay, mazasi qochib, kasal bo'lib, qiynalib, tushkunlikda yashayotgan bo'lsa, samarali ishlolmaydigan, ya'ni o'sha uydagi oddiy ishlardan tortib ko'chadagi ishlarni eplolmayotgan, qilolmayotgan yoki bo'lmasam jamiyatga yaxshi hissa, ijobiy hissa emasda, faqat salbiy hissa qo'shayotgan, то есть o'sha bilmadim, bolalarni tarbiyasida urib tepib kaltaklab katta qilyaptimi, baqir chaqir qilib urush janjallarda yashayaptimi, qo'shnilarni joniga, qarindoshlarni o'sha joniga tegan bunaqa odamlar sog'lom emas hisoblanadi. Bu sog'lom emas odamlarga o'ziga yarasha vrachlar tashxis qo'yib, ularni holatini yaxshilashi yoki davolashi kerak bo'ladi. Mana shu narsani biz qat'iy farqiga borib olishimiz kerak. Chunki shu paytgacha biz psixolog konsultantlarga kelayotgan mijozlarimiz har xil holatlarda kelishgan, ko'pchilik vrachga bormaydi-da. Birinchi galda jayni qiynalib ketgandan psixologga keladi. Lekin bilinglarki, mana men o'zim tajribamda men juda ko'p ko'rganman bu narsalarni. Bizga уже mana shunaqa kasal bo'lgan holatida ko'pchilik murojaat qiladi. Sog'lom bo'lgan paytida o'zi amallaydi, o'zi eplaydi, pulini ketkazgisi kelmaydi. Psixologlarga nima qilaman, psixologga borib foydasi yo'q, shuncha pulim ketgani qoladi deydi va hokazo holatlar bilan oxiri
o'tkazib yuborgandan keyin bizga murojaat qilishadi. Lekin aslida sizni bunga haqqingiz yo'q. Bunaqa mijozlar bilan ishlashga haqqingiz yo'q. Endi oldinlari mumkin bo'lib, endi mayli deb amallab ishlagan bo'lsangiz, endi bundan buyog'iga mumkin emas. Qonuniy tarzda siz bunga javobgar bo'lasiz. Bu odamlarni holatini siz yaxshilolmaysiz va davololmaysiz. Bularni zarar bo'lsa zarar bo'ladiki, foydasi endi juda kam, foyda bo'lishi mumkin, lekin juda kam. Lekin endi agarda shu mijozlar yoki ularni qarindosh urug'lari sizga da'vo qiladigan bo'lsa, masalan, mana shu bilan ishlab mazasi qochdi, shu bilan ishlab battar bo'ldi yoki shu bilan ishlab qanaqadir qiyin holatlarga tushib qoldi degan da'vosi bo'ladigan bo'lsa, siz qonuniy tarzda javobgarlikka tortilasiz. Shuning uchun ham bu mezonlarni yaxshilab bilib olinglar. Iltimos, shunga qarab turib keyin ishinglarni to'g'rilaysizlar. Значит, bu norma mezonlari kasallikni bor yo'qligini emas, balkim o'sha to'laqonli odam hayot kechiryaptimi, hayotga moslasha olyaptimi, shularni bilib beradi. Agar shu moslashish bo'lmasa, o'zini o'zi eplash bo'lmasa, siz o'sha bilaveringki, bu sizni mijozingiz emas. Значит, birinchisi identlik hissi va menini doimligi. Ya'ni har bir inson o'zini kimligini yaxshi bilishi, bu birinchisi. Agar siz oldingizga kelgan mijoz men o'zimni tushunmayapman, bilmayapman, kimman, o'zi qayerda yashayapman, ertalab turganimda aytaman men o'zim nima yashayapman bu hayotda, kimman deb endi просто tak gapirishi, bu конечно hali u darajada kasalligini bildirmaydi. No, qanaqa ma'noda? Masalan, bo'ladi-ku, odam esdan chiqib qoladi, qarilarda ko'pincha bo'lishi mumkin shunaqa demensiya holatlarida, Alsgeymer holatlarida yoki bo'lmasam qattiq og'ir tushkunlikda kimman, kimligim esimdan chiqib qoldi bir xil paytda, ertalab turaman, karaxt bo'ladi boshim yoki kechasi yotishdan oldin shunaqa yomon qiynalaman, что даже otimni ham esimdan chiqarib qo'yishim mumkin yoki bolalarimni otini esimdan chiqarib qo'yaman, qayerdaman, kim uydaman, mana shunaqa holatlarga tushib qolyapman deb gapirsa o'zini shikoyatlarida, скорее всего bu o'sha unda mana shu identiklik hissini, meni doimligi buzilayotganini bildiradi. Ba'zi bir joylarda, har doim emas, ba'zida shunaqa bo'lib qolsa ham, bu ham уже не norma. Da shu bilan birga bu yerda bir xil vaziyatlarda kechinmalari barqaror. Ya'ni masalan aytaylik, o'sha ishda yoki uyda hissiyotlari bir xil. Mana qanaqa bo'lishi kerak? Xotirjam, tinch, vaziyatga qarab, masalan, agar qayerdadir norozilik bo'ladigan bo'lsa, faqatgina o'sha sababi aniq bo'lsa noroziligini, shunda jahli chiqishi bu как бы o'rinli. Agar yo'q joydan jahl qilib, yo'q joydan o'zidan o'zi yig'lab, juda ham ko'ngliga yaqin olib, juda ham ta'sirchanlik bilan munosabatda bo'ladigan bo'lsa, endi yo'q joydan degani emas, ana salga bo'ladi-yu, salga anaqa yonib ketadi yoki salga ko'zdan yosh oqib ketadi. Mana bunaqa holatlar bu уже nosog'lomlikka bildiradi. Ya'ni hissiy holati barqaror emas, tez o'zgaradi. Kayfiyati ham, hissiy kechinmalari ham barqaror emas. Mana bu ham norma emas hisoblanadi. Ikkinchisi, adekvatlik va moslashuvchanlik. Ya'ni o'sha bizani bo'layotgan vaziyatlarga ruhiy reaksiyalarimiz, hissiy reaksiyalarimiz o'sha ijtimoiy sharoit va vaziyatlarga mos kelishi kerak. Значит, dars paytida biz xotirjammiz, o'tiramiz, ortiqcha gap so'z, ha hi yoki bo'lmasam naborot xarxasha yoki bo'lmasam yig'lash yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir norozilik, jahlda o'tirishimiz bu yaxshi emas. Yoki bo'lmasam o'zimizni qanaqadir g'alati tutishimizda ko'p qimirlab, ko'p haligi nima deydi, nervit qilgandek-da, asabiylashib o'tirishi ham, bu ham sog'lomlik. 598 nima yigit bor. Yo'q, Kamolaxon, bu yigit emas. Kamolaxon, anaqa zvuk o'chirib qo'ying. Hop. Хорошо. Вот. Demak, mana shu narsalarga urg'u berishimiz kerak. Vaziyatlar har xil bo'ladi hayotda. Masalan, o'sha g'am g'ussa borda, kimnidir yo'qotish bor yoki bo'lmasam qattiq qo'rqadigan holatlarimiz bo'ladi. O'sha paytlarda
kuchli tanada stress bo'ladi, ruhiy stress bo'ladi, fiziologik stress bo'ladi. Shu stressni biza kupировать, ya'ni yashab o'ta olamiz, o'sha stressdan chiqib keta olamiz. Shu ham bizani qobiliyatimiz. Har bitta sog'lom odam stress vaziyatini yengib o'ta oladi. Uni anaqa 3 ta stadiyasi borda stressni. Biz endi mana ko'p sizlarga tushuntirganmiz. Endi to'g'ri, oldingi gruppalarimizda, eski gruppalarimizda alohida stress haqida dars yo'q edi. Mana yangi gruppalarimizda stress haqida dars kirgizganmiz. Mana shuning uchun ham hozir sizlarga endi bilmayman kimlar ko'radi bizani. Qisqacha aytib ketaman. Stress 3 ta bosqichi bor. Birinchisi shok bosqichi. Biz stressga qarshilik bilan kelamiz, shok bo'lamizda, undan keyin ikkinchi bosqichida uni yengib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi degan tam kognitiv jarayonlar bilan yoki bo'lmasam o'zimizni nimadir bilan chalg'itib yoki yig'lab yoki baqirib, siqilib lekin qisqa muddatda o'sha stressni yengishga harakat qilamiz. Lekin agar bu ikkinchi bosqichi yaxshi o'tmasa, stress boshqarilmasa va u kamaytirilmasa, vaziyatga nisbatan javob, reaksiya to'g'ri, adekvat bo'lmasa, stress uchinchi bosqich, ya'ni zo'riqish bosqichiga o'tib ketadi va tana ham, psixika ham zo'riqishni boshlaydi va hattoki bunaqa zo'riqishdan agar odam qutula olmasa, bu yoki eng chuqur yomon tushkunlik holati yoki qanaqadir shizofrenik buzilishlarga, katatoniyalarga olib kelishi mumkin, mutizmga olib kelishi mumkin masalanda, yoki apatobulichеский sindromga olib kelishi mumkin yoki o'sha umuman depressiyaga ham olib kelishi mumkin. То есть o'sha именно stressga chidamsizligimiz yoki stressni boshqara olmasligimiz, stressni yengib o'ta olmasligimiz zo'riqish stadiyasiga olib kelib qo'yishi mumkin. Ana shunaqa paytlarda odam moslasha olmadimi, значит bu odamda ruhiy salomatligi buzilgan yoki o'sha ruhiy salomatlik bilan biz mana ruhiy buzilishlarcha har xil bo'ladi-da, turi, darajasi har xil bo'ladi. Shunaqa ruhiy kasalliklar bor, ularni tuzatish juda qiyin, lekin nevrotik buzilish darajasidagi, ya'ni pogranичный deymiz, oraliqdagi nevrotik buzilish darajasidagi buzilishlarni biz davolashimiz mumkin. Bundoq olib qaraganda har bitta psixolog konsultanti yoki psixoterapevt psixologlarni qiladigan o'sha profilaktikada ham, reabilitatsiyada ham, treninglarda ham, psixologik maslahatda ham qiladigan ishlari aynan bizani mana shu mijozlarga nisbatan yordamimizni, nevrotik buzilishini tuzatishga yordam bo'ladi. Lekin biz nevrotik buzilishni davolaymiz deyolmaymiz, chunki aytganimdek biz faqat sog'lom odamlar bilan ishlaymiz. Lekin bizani qilayotgan ishlarimiz ta'sir bo'lib, nevrotik buzilish ham o'z-o'zidan tuzalishi mumkin. O'zi aslida nevrotik buzilishni har bir inson o'zi ham tuzata oladi, faqat unga ozgina yordam kerak. Ana shu ozgina yordam biz bera olamiz. Lekin psixik buzilishni biz tuzata olmaymiz. Faqatgina nevrotik buzilishga ta'sir qila olamiz. Ana o'sha jarayonga biz ta'sir qilsak, o'shani o'zi ham katta gap. Demak, aytmoqchimanki, siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa, demak, agar o'sha sizni oldingizda o'tirgan mijoz stresslarni boshqara olmayaptimi, stressdan juda ham charchab, juda ham zo'riqib, juda ham qiynalib ketdimi va gapida men qiynalib ketdim, jonimga tegdi hamma narsa, hiqildog'imga keldi, men o'sha chidolmayapman deydigan holatlari bo'lsa, agar bu vaziyat yana 2 hafta, 3 haftadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holati, mana shunda bu уже psixik sog'lomlik emas. Shunga ham e'tibor beringlar, muddatiga ham e'tibor beringlar. Savollar beryapsizlar? Aha, ну ничего, mayli, zapis bor, xudo xolis. Demak, aytmoqchimanki, mana shu kriteriyalarga yaxshilab urg'u beringlar. Adekvat bo'lishi kerak mijozinglar va moslashuvchan bo'lishi kerak vaziyatlarga, har xil o'zgarib turadigan vaziyatlar. Masalan, turmushga chiqqanda o'sha joyga moslashib ketish kerak, yangi ishga kirganda o'sha joyga yo'q, unaqa qilma. Zvuklarni o'chirib qo'yamiz. Mana bundoq qilamizda. Вот. И demak o'sha moslashuvchan bo'lish kerak. Undan keyingisi mana 3-mezoni bu tanqidiylik va o'zini to'g'ri baholash. Ya'ni har bitta qilayotgan ishiga u odam javob berish kerak. Mana mendan bitta xato o'tdi. Mana men narsani noto'g'ri qiluvdim. Mana shuning uchun shunaqa oqibat bo'ldi. Keyin yoki bo'lmasam siz unga mijozingizga aytyapsiz. Mana bitta qilgan ishlaringiz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz desa, "Yo, men bilaman, shu menda ham ayb o'tganini yoki meni ham sababli shu holat bo'lganini bilib turibman, qilayotgan ishlarim yaxshi emasligini yoki bo'lmasam qanaqadir ma'noda noto'g'riligini bilib turibman" desa, bu tanqidiylik bo'ladi. Agar yo'q, menda hammasi
rejasi zo'r, man faqat to'g'ri ish qilaman, man xato qilmayman, boshqalar faqat xato qiladi, boshqalar mani yashashimga qo'ymayapti, boshqa odamlar yoki boshqa vaziyatlar menga shunaqa xalal beryapti deb faqat shunda turaversa, gapidada qat'iy bo'lsa, o'zini oppoq paxtadek qilib ko'rsatadigan bo'lsa, bu ham sog'lommaslik holati hisoblanadi. Chunki bizada faqat ruhiy buzilishlardan tashqari shaxs buzilishlari ham bor. Shaxs buzilishlari ham juda ko'p uchraydi, ya'ni xarakter buzilishi hisoblanadi. Bunaqa odamlar bilan yashash juda qiyin va bu odamlar har doim ham o'zini holatiga to'g'ri baho bera olmaydi, o'zini to'g'ri nima deydi, o'ziga to'g'ri ta'rif bera olmaydi, kimligini aniq bilmaydi. O'zini hayolotida bu odamlar boshqalardan ancha aqlli, ancha ustun va boshqalarni nima deydi, boshqarishga nima deydi, как это, mas'ul va boshqalarni tartibga solish kerak, boshqalarni o'zini aytganiga yo'liga solish kerak va hokazo deydigan odamlar bo'ladi. Juda talabchan, juda ham badjahl bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam juda ham isterichniy, sal narsaga jig'ibiyron bo'lib, sal narsaga xafa bo'lib qolaveradigan va kechirimni bilmaydigan, kechira olmaydigan va hokazo odam bo'lishi mumkin-da. Gaplaridan o'sha siz bilib olasiz, shikoyatlardan. Mana bunaqa odamlarni xarakter buzilishi ham bo'lishi mumkin. Va bu xarakter buzilishi bu ham endi avvallari ruhiy buzilishlarga tenglashtiriladi, hozir o'sha unaqa tenglashtirilmayapti, lekin bu odamlar ham sog'lom hisoblanmaydi. Ular bilan ham ishlashingiz juda qiyin, shuning uchun lutchi ishlamagingiz yaxshi, chunki u baribir u odamlarda o'zgarish juda qiyin, chunki bu xarakter, bu bolalikdan shakllangan u odamga xos xususiyat. Uni o'zgartirish juda qiyin, lekin bor bu odamlar, hammani ayblaydigan odamlar ertaga sizni ham ayblashi mumkin bemalol. Ana o'shaning uchun bunaqa joylardan ham ehtiyot bo'linglar. Chunki qonuniy tartibda endi sizga nisbatan shikoyatlar tushadigan bo'lsa, bunda sizga endi ma'muriy как minimum javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Agar isbotlab bera olmasangiz, endi ortiqcha bosh og'rig'i bo'ladi prosta sizga. Shuning uchun bunaqa odamlar bilan ham ishlamaslikka harakat qiling. O'ziga to'g'ri baho bera olmaydigan qanaqa, masalan, man xato qilyapman, man faqat yomon ish qilaman, man bolalarimni anaqa yomon qildim, xato qilib tarbiyaladim. То есть постоянно hamma narsada o'zini aybdor his qiladi yoki bo'lmasam postoyanno o'ziga nisbatan tanqidiy munosabati juda kuchli bo'lsa ham bu ham noto'g'ri. То есть kraynis borda, yo bu tarafga, yo bu tarafga, yo o'zini umuman aybdor his qilmaydi yoki faqat o'zini ayblaydi. Ana u ikkala odam ham sizni mijozingiz emas. O'shandan ehtiyot bo'ling. Noto'g'ri o'zini baholayaptimi, vaziyatlarni noto'g'ri baholayaptimi, ko'ryapsizmi, eshityapsizmi buni, quloqingiz bor, ko'zingiz bor. Bizani asl imенно instrumentlarimiz psixologlarni bu ko'z qulog'imiz hisoblanadi. O'shani yaxshilab ishga solishingiz kerak bo'ladi va gapirayotganni mijozi nima haqida gapiryapti, aslida nima buni ketida yotibdi, qanaqa holati buni, o'sha tashxisi, hozir men tushuntiraman qonun bo'yicha tashxis nimaligini, ana shunga bog'liq. Demak, 4-mezoni o'zini boshqarishi va rejalashtirishi, hayotini o'zi rejalashtira olishi kerak har bir inson. Ya'ni mana maqsad qo'yadi, masalan, o'sha oilasini boqish bo'ladimi, farzandlarini tarbiyalash bo'ladimi, o'zini namoyon qilib o'zini faoliyatda realizatsiya qilishi bo'ladimi, o'qishi, ishlashi va hokazo, hammasini reja bilan bajarish kerak. Va bu rejasi birinchi galda o'zi uchun foydali, boshqalar uchun foydali va boshqalarga ham o'ziga ham zarar keltirmaydigan reja bo'lishi kerak. Mana shu ham sog'lomlikni bildiradi. Ya'ni xulq-atvorni sharoitlarga, ijtimoiy normalarga, qoidalarga, qonunlarga muvofiq boshqarish qobiliyati bu. Ya'ni shu qobiliyat bo'lmasa, xato qilsa yoki bo'lmasam qonunni buzarchilik qilsa yoki bo'lmasam birovlarga zarar yetkazishga harakat qilayotgan bo'lsa va hokazo, bu уже psixik sog'lom inson emas. O'z hayot o'zini hayotini rejalashtirishi, rejalarni o'sha o'ziga xos tarzda amalga oshirishi va zarurat tug'ilganda rejalarni o'zgartira olishi. Yo'q, men aytganimdek bo'lish kerak, meni rejamda mana shunaqa bo'lish kerak edi, menga yo'l qo'yilmayapti, menga ruxsat berilmayapti deb hamma bilan urushib, talashib, olishib yashaydigan odamlar afsuski bu ham sog'lom insonlar emas.
Beshinchi mezoni ijtimoiy faollik va munosabatlar. Ya'ni psixik sog'lom inson munosabatlarni to'g'ri qura oladi va munosabatlarni o'zi boshqara oladi. Ya'ni odamlar bilan shaxslar aro munosabatlarida normalni yashaydi. То есть urushqoq emas, janjalkash emas, har xil nima deydi, ko'lab birovlarni bir-biri bilan urushtirib qo'yadigan yoki bo'lmasam haligi oilasida yoki turmush o'rtog'i bilan hissiy munosabatlari normada yoki masalan farzandlarini hadeb urib kaltaklab katta qilmaydiganda va hokazo. Mana shular hammasi sog'lom insonni ko'rsatkichlari. Bizada atrofimizda tiqilib yotibdi nosog'lomlar. Mana o'zinglar ko'rasizlar, bilasizlar bu narsalarni. То есть o'sha qanaqadir judayam qattiqqo'l, judayam haligi baqiroq, judayam qo'rqoq yoki bo'lmasamda hamma narsadan xavf xatar kutadigan odamlar. Bular sog'lom emas уже. Odam sog'lomga o'xshab ko'riladi. Bularni biz haligi qo'pol qilib aytaman, jinni demaymiz, lekin ruhan bu odamlar sog'lom emas. Farqiga boringlar. O'sha shizofreniya bilan kasallangan yoki oligofreniya bilan kasallangan odamlarni biz nazarda tutmayapmiz. Siz bilan bizaga o'xshaydi, hech qanaqa bir отличительный boshqa tomoni yo'q, lekin xulqida va emotsional holatlarni kechinmalarida judayam katta buzilishlar bor. Bular sog'lom emas. Ya'ni mana samarali mehnat qila olmaydi, ishlay olmaydi, ishga chiqsa o'sha ishida qola olmaydi, nuqul hamma bilan norozi, ishini bir nima deydi, tayini yo'q. Mana shunaqa odamlar ham уже sog'lom emas. Tushunyapsizlarmi? То есть boshida xuddi sog'lomga o'xshab ko'rinaveradi sizga kelgan mijozlaringiz ham. Aslida unaqa emas bo'ladi. Men shu narsaga mana o'zimni tajribamda har safar iqror bo'lyapman-da. Men aytmayman, hamma mijozlarim shunaqa deb. Lekin bir uchrab qoladi shunaqa mijozlar ham. То есть реально sog'lom emas. Bu narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak sizlar bilan biz, chunki avvallari e'tiborsiz bo'lgan bo'lsak, hozir e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chunki endi qonun taraflama bizani boshqarishadi. Xo'p, demak, o'zini jamoasiga hissa qo'sha oladi, hissasi ijobiy. To'g'ri yondoshadi atrofdagilarga. Psixologik moslashuvchanlik, egiluvchanligi bor, ya'ni har xil vaziyatlarga moslashib keta oladi. Maqsadlarni amalga oshirishga harakat qilganda agar to'siqlar bo'lsa, ularni yengib o'ta oladi va umuman hayotdan zavq ola oladi bu odamlar. Ya'ni zavqi bor. Hayotdagi har bitta qilayotgan ishlaridan zavq ola oladi, maza qila oladi, xursand bo'la oladi va uni xursandchiligi adekvat yoki birovni nima deydi, uyini buzib yorib yoki birovga tam hasad qilib birovni ishini nima deydi, qoralab, yomonlab, g'iybat qilib maza qilish emas, bu kayf qilish emas. Именно yaxshi vaziyatlarga, ijobiy vaziyatlarga, ijobiy munosabatda bo'lib xursand bo'lsa, ana shu sog'lom odam. Xursandchilik har xil bo'lishi mumkin. Вот. Xo'p, endi qaranglar, bizaga mana shu psixologik sog'lomlik mezonlarini bilish bu birinchi darajada bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi darajada qo'yiladigan talab va prinsiplari bor. Mana shu psixologik konsultatsiyani, psixologik trening o'tkazasizmi, psixologik profilaktika, psixologik tashxis bilan shug'ullanasizmi, farqi yo'q. O'zini mezonlari bor. Mana bizning mamlakatimiz Amerika psixologlar assotsiatsiyasini tamoyillariga mos ravishda, mana hozir o'zinglar ko'rasizlar, bizning tamoyillar bilan Amerika tamoyillari juda bir-biriga o'xshash va o'sha xalqaro standart hisoblanadi. Demak, birinchisida manfaatli bo'lishi kerak. Sizni har bitta qilayotgan ishingiz mijoz uchun foydali bo'lishi kerak. Har bitta gapingiz ham, har bitta so'zingiz ham foydali bo'lishi kerak. Zarar yetkazmaslik kerak. Mana shunaqa nimasi bor. Mijozga foyda keltirishi va zarar bermasligi bu birinchi tamoyil. Ikkinchi tamoyil sadoqat va mas'uliyat degan amerikaliklar, ya'ni sizni qilayotgan ishingiz ishonchli bo'lishi kerak. O'tkazayotgan amaliyotlaringiz ishonchli bo'lishi kerak. Kimdandir eshitib olib, uni kim aslida ishlab chiqqan, qanaqa uni ta'siri bo'ladi bu mijozga, qanaqa bo'lishi mumkin ta'siri yana, qanaqa risklari bor. Shular haqida siz to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Kimdandir eshitib olib, ana Maqsud opa qiluvdilar, ana palonchi opa qiluvdilar, men o'rganganman, o'shani bajarib urmaysizlar.
biza bergan ma'lumotlarimiz yoki biza bergan amaliyotlarimizni istochniklari bor. Misol uchun man o'tsam aytaman, Arenberg ishlab chiqqan, Albert Ellis ishlab chiqqan, Erik Byorn ishlab chiqqan, tam Friedrich Perls ishlab chiqqan, tam Erik Erikson ishlab chiqqan, Vygotsky ishlab chiqqan va hokazo. Biza ismlarni, olimlarning ismlarini aytib beramiz. Duch kelgan joydan topib olgan, aytbetdan eshitib olgan amaliyotlarimizni biz sizlarga bermaymiz. O'shaning uchun sizlar ham o'tkazayotganlarda men bilaman, hozir O'zbekistonda tiqilyapti. Allambalo psixologlarimiz tam mixga turg'izib qo'yadimi, bir bola gipnozlar qiladimi, meditatsiyalar qiladimi? Meditatsiyalarni vashshe ishlatmanglar qizlar. Agar masalan Eriksonovskiy gipnozni bilsanglar, Eriksonovskiy gipnoz deb qilinglar. Tushunasizlar, meditatsiya deb qilmanglar, iltimos. Ertaga hammanglar keyin voydod deysizlar. Bizga tushuntirishmaganda, bizga aytishmaganda, ani paloncha psixolog qiluvdi, o'shaning uchun qildim. Ani paloncha endi ismlarini aytmayman, bilasizlar kimlarni-da. Bir balo Attarova, O'tarova, bir nima ayvalarni ertan betdan o'rganganlaringlarni iltimos qilmanglar. Men sizlarga aytibman bu narsalarni, chunki sizlarni o'zim o'qitganman, jonim achiydi-da, ertaga sizlarga bir nima bo'ladigan bo'lsa. Iltimos, qilayotgan amaliyotingizni istochnikini toping, isbotlab bering. Sizda o'shani mana qog'ozingizda yozilgan, daftaringizda ism, familiyasi, yili, qachon tadqiqot o'tkazgan shu haqida ma'lumot bo'lsin. O'shani faqat o'tkazinglar. Bo'lmasam ertaga javobgar bo'lasizlar. Biz o'zimiz hozir shu narsalarni anaqa juda urg'u berib ish qilyapmiz. Xo'p, keyin halollik, aniqlik, rostgo'ylik va to'g'rilik tamoyili judayam bu muhim. Gapirayotgan gapingizga javob berishingiz kerak bo'ladi hammasiga. Adolat bo'lishi kerak. Siz mijozingizga ta'ziq o'tkazishingiz, endi qanaqa ta'ziqlar? Skriti ta'ziqlar bo'lishi mumkin. Skriti qanaqadir nafsoniyatiga tegadiganlar bo'lishi mumkin. Mana men bilaman, bizani o'quvchilarimizda bor shunaqa mutaxassislar. Именно shular hozir o'tirmayapti-da, shu yerda-da, bilaman-da, chunki ular o'zlaricha aqlli, o'zlaricha hamma narsani bilishadi. O'zlaricha bilmayman, psixologiyada master bo'lib ketishgan. Kechirasizlar, qo'pol qilib aytaman, shashvar urug'ini ham bilishmaydi-da. Bizning o'quvchilarimiz bor shunaqa bir xillari. Da bizda o'qishmagan ham normalniy, tayinli. Hamma narsani bilishadi, o'shaning uchun o'qish ham shart emas ularga. Biroq diplom kerak bo'lgan, kelib ketishgan mana shunaqa. Xafa bo'lmanglar, qo'pol qilib gapiraman, kim meni eshitsa, mana keyingi safar даже o'shalar gruppaga qo'shilishmadi ham. Mana shu men aytayotgan odamlar даже gruppaga qo'shilishmadi. Afsus biz shularga diplom berganimdan o'zim achinaman. To'g'risida, o'sha paytda bar umid qilgandim, что bunaqa bo'lishmaydi deb. Hozir bor shunaqa psixologlar. Ladno, hali ertaga ko'ramiz, kvalifikatsiyon sertifikat olishayotganda. Lichno men o'zim aytishim mumkin. Mana shu odamga bermanglar deb. Unaqa qilmayman, mayli. Unaqa. Просто jahlim chiqadi bir xil paytda-da. Xo'p. Demak, birinchi galda o'sha inson huquqlarini hurmat qilamiz. Shuning uchun ham hurmat qilganim uchun unaqa da'volar qilmayman, lekin mayli, hamma narsa javobli bo'ladi. Xo'p, endi mana shu bizda hozir O'zbekistonda milliy qoidalar, etik me'yorlar ishlab chiqilgani men uchun ham faxrli, ham juda ham men xursandman bundan, chunki mana shunaqa chala savod, bilimi kam, lekin o'zini biladigan deb ko'rsatadigan psixologlarni biz endi все chek qo'yamiz faoliyatiga. Tik qilamiz. Kerak bo'lsa. Xo'p, demak, endi qonunga amal qiladigan bo'lsak, qonunda ko'p moddalarda hozir hammasini aytib ketaman. Mana shu ko'rsatkichlar ko'rsatilgan. Birinchi galda yordam ko'rsatishda prinsiplari bor. Bu qonuniy bo'lishi kerak. Bo'lmasam javobgarlikka tortilasiz. Ixtiyoriy bo'lishi kerak. Hech kim majburlamaymiz, hech kim manipulyatsiya qilmaymiz-da, o'zlarini girdikor nima edi? O'zlarini, короче, ish qilib nimamizga o'ynatmaymiz, nima deydi? В общем, tushundinglar. Unda ijtimoiy himoya qilamiz. Albatta, har bitta odamni bizga murojaat qildim, uni himoyasi bizning vazifamiz hisoblanadi. Inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilamiz. Kasbiy mahorat va hamda axborot maxfiyligini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu moddalarni aytib chiqadigan bo'lsak, demak, 3-moddada O'zbekiston psixologlar psixologlar ishini tartiblaydigan 24-yili 5-noyabrda 989-sonli O'zbekiston qonuni qabul qilingan. Shu qonunni hammanglar suv qilib ichib olishinglar kerak, yodlab olishinglar kerak. Shular haqida hozir men aytib ketaman. Demak, 3-moddada nima deyilgan?
psixolog ushbu qonunga muvofiq psixologik yordam ko'rsatish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxs. Lekin hozir yuridik shaxs ham bo'lishimiz mumkin. Hozir bu haqida ham gapiraman. Lekin biz hozircha jismoniy shaxsmiz. Demak, psixologik yordam qachon ko'rsatiladi? Tang, ya'ni krizisli vaziyatlarni oldini olish, ularni oqibatlarini bartaraf qilish, shaxslararo munosabatlarni hamda ruhiy salomatlikni yaxshilash, shaxsiyatni rivojlantirishga va insonni ijtimoiy moslashuvini yaxshilash uchun psixologik ta'sir ko'rsatishga qaratilgan psixologik yordam ko'rsatish standartlariga muvofiq amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui deb qonunda yozilgan. Mana bu ham to'ch просто kopировать qilib bu yoqqa chiqardim. Bitta so'zini o'zgartirmaganman. Endi qaranglar, tang krizisli vaziyat nima? Mana pastda yozilgan. Faqat shunda biz yordam bera olamiz. Shaxs o'zi uchun odatiy bo'lgan usullar bilan kurasha olmaydigan hayotiy o'zgarishlarga hamda psixologik muammolar yuzaga kelishiga olib keluvchi omil va sharoitlar deyilgan. Endi psixologik muammo nima? Mana tepada ko'rsatyapti. Shaxsni o'zidan, o'z kasbiy faoliyatidan, boshqa shaxslar bilan munosabatlaridan, oilasidagi vaziyatdan qoniqmasligi yoki shaxsiy hayotida boshqa muammolar tufayli yuzaga keladigan ruhiy noqulaylik holati deyilgan. Ruhiy noqulaylik bu ruhiy kasallik emas. Shuni ajratib olinglar. Men hozir ozgina siqilyapman. Men hozir meni qiynayapti emas, meni ko'p o'ylantiryapti bitta masala. Mana shu narsaga savolimga javob kerak deb keladi siz oldingizga odam. Qiynalib ketdim, ezilib ketdim, juda ham ahvolim og'ir deb kelsa, sizni mijozingiz emas o'zi bundoq qarasa. Tushunasizlarmi? Chunki o'shaqa qiynalib ketganiga nima sabab? Undagi ruhiy buzilish sabab hisoblanadi. O'shaning uchun ham o'zi eplolmayapti. Lekin shunaqalar keladi, mana hozir hamma aytasizlar, shunaqalar keladi-ku o'z bizga. To'g'ri, shunaqalar keladi. Bizani vazifamiz ularni davolash emas, o'sha vaziyatiga to'g'ri oqilona qarashini o'rgatishimiz va undan keyin ularni kerakli tegishli mutaxassislarga jo'natishimiz. Konsultanti ishi shu. Kelursin mayli mijozlar shunaqa holati bilan. Lekin siz ular bilan uni davolayman, endi unga yordam beraman, haligi qanaqadir protseduralarni o'tkazish emas, chora-tadbirlarni. Именно uni vaziyati haqida to'liqroq ma'lumot berib, bu holatini faqatgina mana bunaqa mutaxassislar, psixiatr, psixoterapevtlar, psixonevrologlar davolashini va ularga rostdan yordam berishini tushuntirib jo'natib, agarda siz chuqurroq psixoterapiya maktablarini o'rgangan bo'lsangiz, masalan, gestalt terapiyani, psixoanalizni yoki bo'lmasam kognitiv huquq-atvor terapiyasini yoki bo'lmasam transakt analiz tahlilini yoki bo'lmasam NLP tanaga yo'naltirilgan psixosomatika bilan ishlash terapiya usullarini chuqur biladigan bo'lsangizgina siz o'sha vrachdan kelgan, vrach bilan ishlab turgan mijozga hayotiy mamnaqa tang vaziyatlarni, o'sha turmush o'rtog'i bilan munosabatlari bo'ladimi, ishdagi munosabatlari bo'ladimi, oilasidagi qanaqadir bir endi janjalli demayman-ku, bir qanaqadir nizoli vaziyatlarini hal qilishda yo'l yo'riq ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu bilan ishlashingiz mumkin. Mana qonunda shu narsa yozilgan. Mana talablar bor, talablar belgilovchi hujjat bor, standartlar. Bu haqida ham men hozir gruppaga tashiyman ma'lumotni. Buyruq chiqarilgan Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, O'zbekiston vazirligi tomonidan 400-sonli buyruq. O'sha buyruqda standartlar yozib chiqilgan. Umumiy milliy standartlar bor. Ana o'shalar bilan sizlarni keyinroq tanishtiraman. Demak, psixologik yordam ko'rsatishi vazifalari nimalardan iborat? Bu ham qonunda 5-moddada yozilgan. 4-moddani ko'rsataman. Ладно. Psixologik yordam ko'rsatishi asosiy vazifalari shulardan iborat. Birinchisi, aholini ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash. Ruhiy salomatlikka endi biz mana sog'lom odam любой moment qanaqadir bir qattiq stress vaziyatlaridan keyin kasal bo'lib qolishi mumkin. Ana bizani qiladigan ishimiz shuni oldini olish. Masalan, men agar Instagramda, Telegramda kanal yurg'izsam, blog yurg'izsam, ma'lumotlar bersam, psixologik ruhiy salomatlik haqida, uni saqlash yoki unga nima xalal berishi mumkin, nima stressni qanaqa oldini olish mumkin, stressga qanaqa chidamli bo'lish mumkin, nizolarni qanaqa hal qilish mumkin, shular haqida ma'lumot berib yursam, men to'g'ri ish qilyapman. Men hech kimni bir konkretni davololmayman, lekin umumiy
axborot ma'lumot beryapman psixologik muammolar haqida. Mana bu aholini ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash, ya'ni profilaktikasi uchun kerak. Keyingisi shaxsga, kechirasiz xato kelibdi, shaxsga uning hayotida yuzaga kelgan psixologik muammolarni hal etishda hamda tang, ya'ni krizisli vaziyatlarni oldini olishda ko'maklashish, psixologik muammolar mavjud bo'lgan shaxslarni ijtimoiy moslashish va reabilitatsiyasida yordam ko'rsatish va shaxsiy rivojlanish, o'zini ifoda eta olish bilan bog'liq individual ko'nikmalarni mustahkamlashga, shuningdek hayot tarzini yaxshilashga ko'maklashish. Mana shu yordam ko'rsatishi vazifalari hisoblanadi. Konkret bizani qiladigan ishlarimiz ham. Endi psixologik yordamni turlari bor. Qanaqa turlari bilan sizlar bilan shug'ullanishimiz mumkin? Bu ham qonunda yozilgan. Bu adashmasam 6-modda ekan. 6-moddasida shunaqa yozilgan. Demak, psixolog faqatgina psixologik profilaktika bilan shug'ullanishi mumkin. Men hozir aytganimdek, qanaqadir ma'lumotlar berishingiz mumkin kanalingizda yoki darslaringizda yoki bo'lmasa qanaqadir boshqa joylarda mana yig'ildinglar qarindosh urug'lar bilan o'shalarga ma'lumot berishingiz mumkin. Bu sizning haqqingiz. Profilaktika bilan shug'ullanmas. Keyin psixologik ko'rik. Ya'ni mana bu yerda aytilgan psixologik ko'rik bu shaxsni normal hayot kechirishiga xalal beruvchi, ya'ni mana shu hozir yashab yurganingizga, ishlashingizga yoki oilada qanaqadir yashashingizga xalal beruvchi, xulq atvori va boshqa shaxslar bilan o'zaro munosabatlariga salbiy ta'sir qiluvchi muammolarni aniqlash. Kasallikni aniqlash deyilmagan. Ruhiy buzilishni aniqlash deyilmagan. Faqatgina sizni yaxshi yashashingizga, farovon yashashingizga yoki mijozingizni yashashiga xalal beradigan to'siq muammolarni, muammolar har xil bo'ladi, hozir yana tushuntirib ketaman. O'sha muammolarni topish, aniqlash, shaxsga ko'rsatilishi kerak bo'lgan psixologik yordamni turini, shaklini, hajmini, muddatlarini belgilash uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni baholash maqsadida o'tkaziladigan tadbir. Ya'ni, masalan, bu mijoz bilan qancha ishlash kerak, shuni bilishingiz uchun tashxis qilishingiz mumkin. Masalan, o'sha oddiy eng ko'p qo'llaniladigan va любой psixolog ishlatishi mumkin bo'lgan so'rovnomalar bor. Masalan, tashvishni darajasini belgilash. Bizani Newway markazimizga kelganlar hamma biladi. Sizlar bilan nevrotizatsiya darajasi bo'yicha biz so'rovnoma o'tkazamiz. Boshida 40 ta savolli. Ana o'sha savolnomani ham yodlab olsanglar, men aytganman bizani o'quvchilarimizga, yodlab olib o'sha yerdagi savollarni berib, ha-yo'larni bilib chiqsanglar, o'sha katta gap. Siz o'sha paytda o'zidayoq hal qilib oldingiz. Bu sizning mijozingizmi, sizning mijozingiz emasmi? Agarda o'sha joyda, o'sha test bo'yicha, so'rovnoma bo'yicha ballar 25 balldan ortdimi, da уже holati yaxshi emas, da где-то bir 30-40 ga bordimi, все, 40 ball olsa sizning mijozingiz emas точно. 25 dan 30 gacha ham еще bo'lib ishlab ko'rishingiz mumkin, lekin u yog'iga dalishi уже katta ball bo'lsa, bu bilan ishlashga haqqingiz yo'q. Любой moment holati yomonlashishi mumkin va bunda siz javobgar bo'lishingiz mumkin. Psixologik muammolarni keltirib chiqaruvchi omillar va shart-sharoitlarni oldini olish hamda ularni bartaraf etishga doir chora-tadbirlar, bu aytganimdek, psixologik profilaktika ekan. Endi psixologik reabilitatsiya nima ekan, nima ish ekan bu? Demak, psixologik muammolar mavjud bo'lgan shaxsni ijtimoiy moslashuvga yordam ko'rsatishga hamda unga ushbu sohadagi qobiliyatlarni tiklashda ko'maklashishga qaratiladi. То есть, по сути, mana reabilitatsiya bizga qanaqa? Mana misol uchun mijozingiz o'sha kasallik vaziyatidan chiqdi, doktor bilan ishlab ancha o'ziga keldi, tuzaldi, lekin hali yana adaptatsiya qila olmayapti vaziyatlarga. Ana shunda biz uni qobiliyatlari, ko'nikmalarini yana ham shakllantirish, yana ham rivojlantirish va o'zini realizatsiya qilishiga yordamlashimiz kerak, как trener, как coach sifatida. Mana shu reabilitatsiya desak ham bo'ladi. Endi psixologik korreksiya shaxsni psixologik muammolarga olib keluvchi o'ziga xos shaxsiy xususiyatlar va xulq-atvorni tuzatishga, o'zgartirishga qaratilgan tadbirlar. Ya'ni, bu yerda o'sha xulqiga ko'proq e'tibor beriladi, korreksiya qilinadi. Ya'ni, siz terapiya qilmaysiz, undagi buzilishni faqat xulq-atvoriga ta'sir qiladigan amallaringizni bajarasiz. Masalan, mana men har safar sal narsadan jahlim chiqib, bolalarimga baqirib yuboraman. Uyda
yoyilib yotgan bo'lsa shunga chidolmayman deb baqirib yuboraman. Хорошо, shu baqirganingizga qanaqa tanqidingiz bor? To'g'ri, man baqirmasim kerak, chiroyli tushuntirsa bo'ladi, lekin man shuni qilolmayapman. Хорошо, bundan qanchalik darajada qiynalasiz? Unaqa ja qiynalmayman-ku, lekin man bilaman, что buni to'g'rilash kerak. Mana, все, shunaqa dedimi, sizni mijojingiz. Yo'q, qiynalib ketdim, o'zimni ezvyapman, bechora bolalarim qiynalib ketdi, man hech narsa o'zimda to'g'rilolmayapman, hamma bezor mandan desa, все, скорее всего, sizni mijozingiz emas. То есть man qila olmayman dedimi, o'rganaman dedimi, o'rgangani keldimi sizdan, o'sha chora-tadbirlarni o'rgatdingizmi, unga vaziyatlarni tushuntirdingizmi, oqibatlarini ko'rsatdingizmi, bo'ldi, o'zini man kelamanda oldingizga o'rganaman, to'g'ri gapirishni, to'g'ri muomala qilishni, bolalarimni unaqa qattiq qo'l emas, sal yumshoqroq tarbiyalashni o'rganaman sizdan, o'rgating dedimi, sizga masalan 10 ta 15 ta sessiyaga oldindan yozildimi, bo'ldi, mana shu mijoz sizniki. Bilmadim, man emas aybdor, o'zida bolalarim yoki erimmi debdi, qaynonammi debdi, onammi debdi, boshqani debdi, mana shunaqa bo'lib qoldim desa, все, sizni mijozingiz emas o'zi aslida. Agar aqlini kirita oldingiz, bo'lmasam sizni mijozingiz emas. To'g'ri tushuntira oldimmi? Mana shu sizni ishingiz bo'ladi. Shaxsni psixologik muammolarini tushunishga va ularni yechishda ko'maklashishga qaratilgan psixologik yordam, bu psixologik maslahat. Ya'ni o'sha sizga savol bilan kelyapti. Nima qilay, bilmayapman, o'zim man qilayotgan ishim qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Menga просто baho bering, ko'rsating, qayerda noto'g'ri bo'lyapti. Mana shu narsa maslahat, konsultatsiya hisoblanadi. Mana bu ham bizani imkoniyatimizda. Yana bitta biza qilishimiz mumkin bo'lgan qonuniy tarzda mumkinligi, bu psixologik treningni insonda shaxs trening hisoblanadi va insondagi shaxsiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, xulq-atvor va psixologiya sohasiga taalluqli yangi bilimlarni berish, ularni shakllantirish va tang krizis vaziyatlarda chiqish yo'llarini ko'rsatish, o'rgatish, amaliy o'rgatish, ana shu bizani sizlar bilan qiladigan ishimiz. Qonunning 6-moddasida yozib qo'yilgan. Bugun sizlar bilan 1,5 soatni mo'ljallaganman. O'shaning uchun mana hozir 1 soat o'tib qolibdi. Yarim soat bor vaqtimiz. Chiqib ketmasinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Oxirida savol-javob qilamiz. O'zingizlarning savollaringizni bemalol berishinglar mumkin. Men bunga 10 minut vaqt ajrataman. Balki undan ham ko'proq bo'lar, hozir tezlashsak. Значит, psixologik yordam ko'rsatishga qanaqa standartlari bor? Demak, bu standartlarni boya aytganimdek, O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Bu standartlarni sizlarga gruppaga ham joylayman, ko'rib o'qib chiqinglar. Joy rosa ko'p yozilgan. Ham vrachlarga, ham vrachmas psixologlarga ham berilgan bu standartlar. Значит, birinchisi, psixologik yordam ko'rsatishga ruxsat etilgan usullari va vositalarini albatta o'tkazishingiz kerak. Mana hozir aytib o'tirganlarim faqat psixologik tashxis, ya'ni ko'rik desak ham bo'ladi, psixologik muammolarni psixologik profilaktika, psixologik reabilitatsiya, psixologik korreksiya va psixologik maslahat va trening. 1, 2, 3, 4, 5 ta turini faqat amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa psixoterapiya deyilgan joyi yo'q. Terapiya bilan shug'ullanish mumkin emas bizga. Xo'p, demak, keyingisi psixologik yordam ko'rsatish turlari, shakllari va davomiyligiga oid talablar bor. Ya'ni, masalan, psixologik o'sha turini treningga o'tkazsangiz, treningga o'zini talablari bor. Treningni yaxshi bilishingiz kerak, nimaligini, qanaqa o'tkazilishi kerakligini, muddati qanaqa bo'ladi, shakli qanaqa bo'ladi. Yoki profilaktika o'tkazsangiz, u qanaqa bo'ladi, unda qanaqa bevosita mijoz bilan gaplashasizmi yoki yo'qmi, mana shunaqa narsalarni aniq bilishinglar kerak, talablari yozilgan. Keyingisi, psixologlarga malaka talablari qo'yiladi. Hozir bular haqida ham aytib ketaman alohida. Va psixologik yordam ko'rsatish joyiga doir talablar ham bor. Hamma joylarda ham duch kelgan joyda o'tira olmaysiz, uyingizga olib kela olmaysiz, kafeda o'tira olmaysiz-da. To есть bunga ham o'zini shart-sharoitlari bo'lishi kerak. Buni 7-moddada ko'rsatilgan. Xo'p, endi psixologik yordam davlat organlarida kimlar berishi mumkin psixologik yordamni-da? Qanaqa psixologlar qanaqa joyda ishlashi kerak? Psixolog yordam ko'rsatilishi mumkin bo'lgan davlat organlarida yoki boshqa tashkilotlarda ishlovchi psixologlar yoki shu sohada xususiy tartibda faoliyat olib boruvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan bepul yoki pullik asosda ko'rsatiladi deyilgan. Ya'ni, demak, siz
hozir yo bironta bir tashkilotga ishga kirishingiz mumkin. O'sha tashkilot asosida e, tashkilotni nomidan siz psixolog bo'lib ishlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasam siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Man tushunmadim, qizlar nima chiqib ketyapsizlar? Kamayib qoldinglar. Vaqt bo'ldimi? 1 soat. Ну ладно. Xo'p, demak, yo yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishingiz kerak yoki bo'lmasam OO degan yuridik shaxs bo'lishingiz mumkin. AO endi AOja katta bo'lib ketadi. То есть yuridik shaxs sifatida, tadbirkor sifatida faoliyat qilishingiz mumkin. Buning uchun yagona darcha bor. Yagona darchaga borib, men yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishni xohlayman deb hujjatlaringizni bersangiz, sizga 1 kunni 2 kunni ichida уже ochib berishadi. Даже 1 kunni ichida bo'ldi shekilli. Men hozir yakka tartibdagi tadbirkorman va faoliyatimni endi qonuniy tarzda bemalol olib boraman. Oldin men Newway markazida edim. Hozir endi Newwaydan chiqib men alohidaman. Rahmat. Demak, pullik asosdagi psixologik yordam yozma shakldagi shartnoma asosida ko'rsatiladi. Ya'ni siz bu degani mijozingiz bilan yozma tarzdagi shartnomaga ega bo'lishingiz kerak. Siz psixologik xizmat ko'rsatyapsiz va xizmatingizga kerakli to'lovlar hammasi, shart-sharoitlari, qachon to'lanadi, necha pul to'lanadi, qancha muddat davom etadi bu sizni psixologik faoliyatingiz mijoz bilanda xizmatingiz qancha vaqt oladi, shular haqida hammasi shartnoma tuzilib, shartnomada yozilishi kerak. Endi bundan buyog'iga shu narsa talab qilinadi. Lichna men o'zim hali bu shartnomani qilayotganim yo'q. Shartnoma faqat og'zaki bizada. Bu narsani ham hali ertaga yo'lga qo'yilishi kerak bo'ladi va shartnoma asosida endi hamma ham yakka tadbirkor emas-ku. Endi men ham yaqinda yakka tadbirkor bo'ldim, oktyabr oyida, noyabr oyida hali bunga hech ham qo'lim tekkani yo'q. Даже oktyabr emas, 1-noyabrdamda, oktyabrdamda esimdan chiqdi уже. То есть men уже налог ham to'layapman. Noyabrdan to'layotgan ekanman. Вот, то есть aytmoqchimanki, endi mana bundan buyog'iga mana yangi yildan точно bu narsani qilaman. Men ham shartnoma asosida endi ishlayman va shartnoma asosida to'lov qilinadi. Ya'ni расчетный счетga tushadi pullar. То есть bevosita cho'ntakka tushishi mumkin emas, chunki o'shanga qarab turib biz налог to'laymiz, soliq to'laymiz. Xo'p, endi voyaga yetmagan shaxslar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, shartnomada uni qonuniy vakili ko'rsatiladi. Voyaga yetmagan bola ko'rsatilmaydi. Endi maxfiylik degan narsa bor. Maxfiylik juda muhim va shartnomada maxfiylik ochilib qolishi mumkin. O'shaning uchun shartnomada ozgina o'zgartirishlar kiritish mumkin deyilgan. Mana psixologik yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnomada taraflarning nomi, jismoniy shaxsga doir ma'lumotlari, manzili, ularning huquq va majburiyatlari, javobgarligi, to'lov amalga oshirish tartibi va holat ko'rsatiladi. Lekin u odam agar iltimos qilsa, bu nimalar ozgina o'zgartirilishi mumkin. Masalan, ism familiyasi o'zgartirilishi mumkin ekan. Xo'p, endi kimlar bu haq-huquqqa ega, qanaqa mutaxassislar? Psixologiya yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega oliy ma'lumotli bo'lsangiz yoki bo'lmasam psixologiyadan boshqa ta'lim yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar psixologiya mutaxassisligi bo'yicha qayta tayyorlash kurslarini o'tganligi to'g'risida tegishli hujjat olgandan keyin davlat organlarida, shu jumladan ta'lim tashkilotlarida tegishli psixologik yordam turlarini belgilangan tartibda ko'rsatishga haqli. Mana avval ta'lim tashkilotlarida bizga mumkin emas deyishardi. Endi esa sizda mana bizani diplomimiz bo'lsa, chunki bizani diplomimiz qayta tayyorlov o'tganligi haqidagi diplom hisoblanadi. Qonuniy tarzda ro'yxatdan o'tilgan va shuning uchun ham endi bemalol ta'lim muassasalaridan qayerda xohlasangiz, davlat organlaridan xohlagan joyingizda ishlashingiz mumkin. Qonunda mana ko'rsatib, mana shunaqa yozilgan deb bemalol ishlasangiz bo'ladi. Endi xususiy tartibda psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha faoliyat bilan shug'ullanishga O'zbekiston Respublikasi ro'yxatdan o'tgan psixologlarning jamoat birlashmalari bo'lmabdi. Birlashmasi tomonidan malaka sertifikati berilgan psixologlargagina ruxsat etiladi faoliyat olib borish. Ya'ni hozir shu narsaga harakat qilinyapti.
o'sha tashkilot tomonidan, ya'ni shunaqa psixologlar birlashmasi tomonidan joriy etiladi bu tartib. Har bitta yakka tartibda ishlamoqchi bo'lgan, ya'ni bironta bir tashkilotda yoki davlat tashkilotlarida, organlarida yoki maktab tashkilotlarida, o'sha bog'cha va hokazo institutlarda psixolog bo'lib ishlamasa, yakka tartibda ishlasa, hammamizga shart bo'ladi malaka sertifikatlarini olish. Malaka sertifikatlarini olish o'zini qonun qoidalari bo'ladi. Скорее всего, hozir aniq emas-ku, lekin shunaqa bizani O'zbekiston psixologlar uyushmasini raisi va ularning o'rinbosarlari aytishdiki, bu albatta, скорее всего, ekzamen, ya'ni imtihon tarzida o'tiladi, yo test bo'ladi, yo suhbat bo'ladi, yoki ikkalasi, ham suhbat, ham test bo'ladi va shundan keyingina siz qonuniy o'sha tartibda faoliyat olib borishingiz mumkin degan hujjat sizga, ya'ni malaka sertifikati beriladi. Bu malaka sertifikatini olish uchun siz ma'lumotga, psixologik bazaviy ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Ma'lumot deganda, hujjatingiz bo'lishi kerak demoqchi emasman, bilimga ega bo'lishingiz kerak. Psixika nima? Psixik aqliy jarayonlar nima? Psixik emotsional holatlar nima? Psixik individual xususiyatlar nima? Ular qanaqa aniqlanadi? Qanaqa qilib ularni biza farqlimiz bir-biridan? Emotsiyalar nima? Hissiyotlar nima o'zi? Qanaqa psixologik konsultatsiya jarayonlari bo'ladi? Bosqichlari qanaqa psixologik konsultatsiyani? Psixologik trening nima? Psixologik profilaktika nima? Bunda qanaqa chora-tadbirlar qilinadi? Qanaqa nazariyalar bor? Shaxs kim? Ong nima? Ong ostidagi vaziyatlar nima? Qanaqa maktablar bor? Psixologik psixoterapiya maktablari. Ularni har bittasini nazariyasida nima? Kim mualliflari? Da o'sha masalan har xil tushunchalar bor, psixologik terminlar bor, fenomenlar bor. Ularning mualliflari kim? Kim fanga kiritgan? Kim laboratoriyada ishlaydi? Kim konsultatsiya o'tkazadi? Mana shular haqida siz to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Ana shulardan test savollari tuziladi. Test savollari yoki bo'lmasam suhbatda sizga любой savolni berishlari mumkin. Siz shu narsalarni bilishingiz kerak. Biza Nyuve markazida bu narsani hammasini o'rgatganmiz. Agar o'rganmagan bo'lsangiz, esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, yana boshqatdan o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qinglar. Chunki agar yakka tartibda ishlaydigan bo'lsanglar, afsuski ertaga ishlolmay qolasizlar. Yo ishga kirib olinglar bironta joyga, endi ishga kirish ham amr mahol. No, ishga kira olmasanglar, yakka tartibda ishlaydigan bo'lsanglar, обязательно mana shu narsalarni chuqur o'rganib bilib turinglar, chunki sertifikat ololmay qolishingiz mumkin. Xo'p, значит, keyingisi psixolog. Mana yozilgan tartiblari. Psixologik yordam ko'rsatilishini so'rab murojaat qilgan shaxsga psixologik yordamni shakli, turi to'g'risidagi axborotni va boshqa axborotlarni taqdim etishi zarur. Qonunda yozib qo'yilgan. Ya'ni siz nima o'tkazyapsiz? Qayerdan oldingiz bu amaliyotingizni? Kimni nazariyasiga asoslangan? Kimni tadqiqotidan kelib chiqqan? Shular haqida siz aniq ma'lumot berishingiz kerak. Masalan, men har doim aytaman. Men kognitiv xulq-atvor terapiyasi bo'yicha faoliyat yuritaman. Meni qilayotgan amaliyotlarim kognitiv xulq-atvor terapiyasining mualliflari Arenberg, Albert Ellislar. Mana shunday qilib tushuntirishga harakat qilaman. Har safar ham bo'lmaydi bunaqa imkoniyat. Lekin mana shu diplomlarimni hammasini sertifikatlarimni nimaga osib qo'yganman? Чтобы asosliligini bildirish uchun. Любой moment mendan agar so'rasa, mana shu narsani sizda o'tkazdim deb tushuntirishim uchun. Psixologik yordam ko'rsatishda psixologik yordam ko'rsatishni so'rab murojaat qilgan shaxsga nisbatan insoniy muomalada bo'lish, uni sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini hurmat qilish kerak. Albatta. Psixologik yordam ko'rsatish jarayonida o'ziga ma'lum bo'lib qolgan kasbiy sirni, shaxsga doir ma'lumotlarni qonunchilik talablariga muvofiq oshkor etmasligi, sir saqlashi, ya'ni maxfiylik, konfidensialnost saqlashi kerak. Ba'zi bir joylarda maxfiylikka buzish holatlari ham qachon ruxsat etiladi, shular sizga qonunda ham belgilangan. Pullik asosda psixologik yordam ko'rsatiladigan psixologik yordam ko'rsatish to'g'risida shartnoma tuzishga talabiga rioya etish, ya'ni shartnoma hammaga kerak bo'ladi. Ertaga hammanglar shartnoma asosida ishlashingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam, qilayotgan ishingiz noqonuniy hisoblanadi. Psixologik yordam ko'rsatish standartlariga va psixologlarning odob-axloq kodeksi talablariga rioya etish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha boya tepada aytganim standartlarni o'qib chiqasizlar.
Psixologik yordam ko'rsatishni ruxsat etilmagan usullari va vositalardan foydalanmaslik, shu jumladan jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlikni ishlatmaslik. Chunki har bitta sizni noto'g'ri bajarayotgan amaliyotingiz mijoz tomonidan bu zo'ravonlik deb qabul qilinishi va sizga nisbatan shikoyatni, da'vosini shakllantirishi mumkin. Masalan, o'sha mixga turg'izib qo'ysanglar yoki meditatsiya qilib qo'ysanglar bular qonunda ko'rsatilmagan, bunaqa profilaktika usullarida ham yo'q, bu tashxis usullarida ham yo'q, korreksiya usullarida ham yo'q, bunaqa narsa konsultatsiya usullarida ham bu mixga turishlar yoki bo'lmasam anaqa nima dedim, meditatsiya qilishlar, unaqa narsalar yo'q. O'shaning uchun iltimos bu ishlarni bajarsanglar o'zinglar keyin javobgar bo'lasizlar. Psixologik yordam ko'rsatish chog'ida vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etish, shu jumladan diniy ta'limotda saboq bermaslik, diniy aqida va g'oyalarni targ'ib qilmaslik, diniy mazmundagi materiallarni tarqatmaslik, u yoki dinga ustuvorlik bermaslik yoxud uni kamsitmaslik kerak. Hech qanaqa payg'ambarimiz bunaqa gaplari bor edi, sunnatimiz mana bunaqa, hadisda bunaqa deyilgan, Qur'onda bunaqa deyilgan degan gaplarni psixolog ishlatmasligi kerak. Tushunasizlarmi? Mayli, alhamdulillah musulmonmiz-da, alhamdulillah musulmonmiz deb masalan bir gapingizda Alloh deb gapirib qolsangiz, maylinu, lekin ehtiyot bo'linglar shu narsada ham. Chunki ertaga menga bu dindan targ'ib qildi, dinni menga peshvo qildi yuzimga, bir narsa deb qolsa haqqi bor. Chunki sizni xohlasa yozib oladi gaplaringizni. O'shaning uchun o'zingiz ham bilib o'tiring shu narsani. Lekin men o'zim, misol uchun o'sha meni qilayotgan ishlarimni tasdiqlab berish uchun, haqqoniyligi, qonuniyligini tasdiqlab berish uchun ham, o'zimni himoyam uchun ham ko'pincha men hamma nimalarni, sessiyalarni audio xabar qilib yozib olaman. Bu narsada mijozni o'ziga ham taklif qilaman, ruxsatini olaman, ruxsat bergandan keyingina qilaman. Endi mabodo agar qanaqadir ma'noda qonuniy bir qanaqadir javobgarlikka tortiladigan bo'lsam, shu materiallardan foydalanish haqqim bor. Так, значит, psixologik yordam ko'rsatishda huquqbuzarlik yoki jinoyat sodir etishga, o'z joniga suiqasd qilishga, kimdir qimor va kechirasizlar, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarda ishtirok etishga yoki g'ayri ijtimoiy xulq-atvorni boshqa shakllariga da'vat qilmaslik va agarda shunaqa holatlarni bilsangiz, kerakli tartibda ular odamni ogohlantirishingiz yoki bo'lmasam agar sizga shu odam haqida ma'lumot berish talabi qo'yilsa, sud orqali siz bu narsalarni oshkora qilishingiz mumkin, sudni qarori bilan birga. Xo'p, demak, psixologik yordam ko'rsatilishini so'rab murojaat qilgan shaxsi uni qonuniy vakilligi talabiga ko'ra malaka sertifikatini ko'rsatishingiz, shuningdek psixologik yordam shakli, turi va boshqa ma'lumotlar ko'rsatilgan hujjatdan ko'chirma berishingiz shart. Agar sizdan talab qilsa, qani sertifikatingizni ko'rsating deb ertaga bemalol sizga talab qo'yishlari mumkin, любой mijozingiz. Yoki bo'lmasam shu diplomingizni ko'rsating-da va hokazo. Shunaqa desa, mana marhamat deysiz, ko'rsatasiz, keyin amaliyot o'tkazasiz. Menga ko'rsatmadi, men bilmadim deydigan gaplar bo'ladigan bo'lsa, siz mana o'sha odam oldida javobgarsiz, qonun oldida javobgarsiz. Tak, vaqtimiz mana yetib qolibdi. E'tiboringiz uchun rahmat, prezentatsiya uchun. Endi kelinglar sizlar bilan savol-javoblar qilaylik. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat, ovoz yoqib savol berishinglar mumkin, javob beraman. Mana bitta boya psixologik muammolar haqida ham gapirdim. Savol berguninglarcha shuni aytib turaman. Balkim joy topib olasizlar, bemalol vaqt topib olasizlar savol berishga. Demak, qaranglar, muammo deganda ko'proq nimaga e'tibor beramiz? Muammo aytdik, har xil to'sqinlar dedik. Ya'ni yaxshi yashashingizga to'sqinlik qiladigan holatlar dedik. Endi agarda sizni mijozingiz bu to'sqinlik, bu muammoni tashqi vaziyatlarda ko'rsa, masalan, qaynonam tinchlik bermayapti, erim qarshilik qilyapti bir nima qilishimga, ishlashimga yo'l qo'ymayapti, farzandlarim men bilan qo'pol munosabatda, ish joyimda ish beruvchim yoki hamkasblarim men bilan nuqul urush janjal qiladi, konflikt nizolarga borishadi, oyligim bermayapti, bir nimani qilmayapti, bir nima bo'lmayapti deb boshqa vaziyatlardan faqat ko'radigan bo'lsak, bu muammoni hal qilishimiz juda qiyin.
biza ayniqsa psixologlar. O'shaning uchun bularni muammo desak ham, lekin unga bo'lgan munosabat, o'sha vaziyatlarga, o'sha odamlarga bo'lgan munosabat noto'g'riligi yoki bo'lmasam o'sha munosabatlarda xatolar borligi aynan shaxsiy o'sha shaxsga doir bo'lgan ichki muammolar hisoblanadi. Biza o'sha ichki muammolarni, fikrlar, salbiy hissiyotlar yoki bo'lmasam xulq atvordagi buzilishlar, xatoliklar ana shularnigina biza korreksiya qilishimiz yoki maslahat berishimiz mumkin. Ana shundagina biza to'g'ri muammoni aniqlagan bo'lamiz. Savol beribsiz, Nargiza, o'zini o'zi band qilish bilan onlayn psixologik konsultatsiya xizmat ko'rsatish bo'yicha hujjat qilish mumkinmi? Xo'p, qarang, mana boya ko'rdingiz-ku, qonunda yozilgan. O'zini o'zi band qilish avvallari mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir qonunda o'zini o'zi band qilish bilan hujjat yurg'izish degan narsa qonunda yo'q. Lichna men o'shaning uchun ham o'zini o'zim band qilish bilan oldin ro'yxatdan o'tgandim. Lekin hozir yakka tartibdagi tadbirkor bo'ldim. Ya'ni xizmat ko'rsatish, bu pulli xizmat ko'rsatish, shuning uchun ham shartnoma asosida soliq to'lashingiz kerak, shuning uchun yakka tartibdagi bo'lib olishingiz kerak. O'zini o'zi band qilish ham oldin mumkin edi, lekin endi bu psixologlar uchun emas. Psixologlar uchun yo yuridik shaxs yoki o'zini o'zi yakka tartibdagi tadbirkor bo'lasiz yoki bo'lmasam biron joyga ishga kirib, o'sha joyda nima edi? Reyestrda ro'yxatida turasiz, shtatida turasiz. Вот. Faqat shu mumkin. O'zini o'zi band qilish уже bizaga mumkin emas. Po сути, mana qonun bo'yicha shunaqa yozilgan. Yana bir yurist bilan gaplashish kerak. Chunki shu paytgacha psixologlar o'zini o'zi band qilib da ishlayotgandi. Endi qonunda shunaqa ko'rsatilgan. Bu yildan qonun fevraldan kuchga kirgan. Shuning uchun lutchi yakka tartibdagi tadbirkor bo'lganinglar yaxshi. Yana savollar bormi? Nam tepadagi tushundinglar, sog'lomlik mezonlariga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulshodaxon, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Вообще zo'r, juda ham qiziq bo'ldi. Endi bu ko'proq O'zbekistondagilar uchun anaqada juda katta menimcha bu vebinar yordam bo'ladi. Shu yerdan bitta savolni aytib o'tib so'rab o'tib ketay. Mana misol uchun o'zingiz ham aytdingiz-ku, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik anaqalar bor deb psixolog seminarlar beradi-yu, hamma o'zicha qanaqadir psixolog bo'lib olgan seminarlar beradi dedingiz-ku. Misol uchun qanaqadir vebinarlar, men o'zim ham haqiqatan shunaqalardan bir ikkitasini o'qib ko'rganman-da. Lekin ularni qanday tekshirsa bo'ladi? Ularni davlatdan anaqasi bormi, yo'qmi, sertifikat o'tmaganligi? Hozirgi kunda juda ko'p narsani anaqa qilish mumkin-ku, ya'ni falshifiy qilish mumkin-ku. Da. Qarang, birinchi galda hozir aytib ketay, yaxshi savol berdingiz. Siz agarda O'zbekistonliklar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, Gulshoda, siz O'zbekiston qonun qoidalariga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Agar O'zbekistonliklar bilan ishlasangiz, даже chet elda tursangiz ham. Onlayn ishlash mumkin psixologlarga, bu ham qonunda berilgan-da, ommaviy axborot vositalari tomonidan deyilgan, onlayn tartibda ishlashingiz ham bo'ladi. O'sha webinar, seminar, bilmayman, shunaqa shaxsiy tartibdagi individual onlayn konsultatsiyalaringiz bo'ladimi, hammasi. Agar O'zbekistonliklar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, siz O'zbekiston fuqarolik kodeksi mana shu qonunlariga javob berishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi galda. Ikkinchi galda to'g'ri aytyapsiz, vebinarlar, seminarlar orqali ko'p ma'lumotlar beriladi, qanaqadir amaliyotlar o'tkaziladi. Birinchi galda siz bemalol u odamdan uni hujjatlarini so'rashingiz mumkin. Diplomingizni ko'rsating, qayerda o'qigansiz deb bemalol so'rashingiz mumkin. Bizani prosta mentalitetimizga, bizani kulturamizga, madaniyatimizga bu xos emas narsa-da. Endi rast kelding, xohlamasang chiqib ket deydi. Ko'rma meni, eshitma deydi. Men senga shart emas ko'rsatishim deydi. Lekin endi qonunda bu shart deb ko'rsatilgan. Boya ko'rsatdim-ku. Siz aytishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining yangi qonuni bor. O'sha qonunning nechinchi moddasi edi, hozir aytaman mana. 14-moddasida siz o'zingiz haqingizda ma'lumot berishga shartsiz. Men haqliman shuni so'rashga. O'shaning uchun men hamma uchun ham so'rayman, bitta o'zim uchun emas. Hozir gapirayotgan gaplaringizda qanchalik asos borligi va ular zararsizligini bilishim kerak. O'shaning uchun hujjatlaringizni ko'rsating deysiz. Agar bosh tortsa, bemalol bu odamga shikoyat yozishingiz mumkin.
Lekin yaxshi, rahmat. Qarang, misol uchun bitta amaliy New Way'da o'qib psixolog bo'lib qolish, boya aytdingizki, yakka tartiban bo'lishi mumkin deb. O'shanday psixolog bo'lib qolish anaqa emasmi? Ya'ni misol uchun siz o'qigansiz, yillar o'qigansiz, bakalavr o'qigansiz, magistr o'qigansiz, o'shanaqa bilim darajasi kerak emasmi? Qandaydir bir psixologga, misol uchun, agar haqiqatdan o'zim ishim tushib boradigan bo'lsa, men kurs beruvchilarga emas, yoki mana bunday bir qanaqadir 6 oylik kurs bitirib qo'yganlarga emasda. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun qarang, bu yerda to'g'ri etilmagan necha akademik soat bo'lishi kerak qayta tayyorlov deb, lekin qayta tayyorlov o'tganinglar, mana misol uchun sizlar ham hozir bitiryapsizlar-ku, qayta tayyorlov o'tib, faqat tepada ko'rsatilgan psixologik xizmat turlarini, boya siz ko'rdingizmi yo'qmi, psixologik turlar bor. Mana bitta tepada ko'rsatilgan. Ular eshitdim men anaqa. Da, shular bilan shug'ullanishi mumkin, qilayotgan ishi aynan profilaktika yoki ko'rik yoki korreksiya maslahatligini isbotlab berish kerak. Agar qayta tayyorlov o'tgan bo'lsa, qayta tayyorlovni ham bitta ko'rsatilmagan soni, lekin standartlarda ko'rsatilgan. 580 akademik soatdan kam bo'lmagan miqdorda, ko'p bo'lsa bo'lsin, lekin kam bo'lmagan miqdorda siz qayta tayyorlov o'tgan bo'lishingiz kerak. Lekin birinchi oliy ma'lumotingiz bo'lishi kerak. Oliy ma'lumotingiz любой sohada bo'lishi kerak. U misol uchun pedagogikada bo'ladimi, u moliyada bo'ladimi, u arxitekturada bo'ladimi, u meditsinada bo'ladimi, farqi yo'q. Qanaqa oliy ta'lim bo'lmasin, o'shandan keyin qayta tayyorlov o'tgan bo'lsangiz, psixologiya sohasida, shunda bemalol mumkin. Endi uni ham boya aytdim-ku, hujjatini ko'rsangiz, hujjatida akademik soati yozilgan bo'ladi. Akademik soati 200, 300 soatliklar bular kam o'qigan degani-da. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, все, u haqli yo'q umuman psixolog sifatida o'zini nomlashga. Shuni siz New Way birinchi boshlaganimizda aytib o'tib ketdingiz, shuni birinchi ikkinchi darslarda. Shunaqa 500 qanchadir soat o'qigan bo'lishinglar kerak deb. Rahmat kattakon. Da. O'sha narsa qo'lingizda turibdimi, hujjatingiz, mana diplomingiz bormi, 580 akademik soatdan deb yozilganmi, все, sizni bemalol haqqingiz bor, psixolog maslahatchi bo'lib, mana psixologik maslahatni ko'rsatishingiz mumkin, bemalol. Faqat boya aytgandek, iloji boricha yo yakka tadbirkor bo'lib oling yoki biron joyga ishga kirib oling. Endi sizlarni u yoqda qanaqa qonun talablar bor bilmayman psixologlarga nisbatan. Endi agar o'zbekistonliklar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, onlayn bo'lsa ham, o'sha qonuniy tarzda ishlaganingiz ma'qul, shartnoma asosida. Men prosta mani vazifam oldini olish, hali bilmayman aynan qanaqa chora-tadbirlar ko'riladi. Bular haqida ma'lumotim yo'q. Keyin men bu malaka sertifikatini berish tartibi ham, kim beradi, qachon beradi, qanaqa tartibda beriladi, malaka sertifikatini olish uchun nima qilish kerak, hali aniq talablar yo'q. Hali ham Kabminda bu masala ko'rib chiqilyapti. O'shaning uchun hozir bitta narsa deb ayta olmaymiz. Biz o'zimiz ham kutib turibmiz, qachon. Chunki o'sha bo'ladi bizning haq huquqimiz. Hozir любой moment bizga kelishlari mumkin, so'rashlari mumkin. Qani malaka sertifikating? Men aytaman, bizga hali hech kimga berilayotgani yo'q. Qayerdan olaman men? Men bilishni men o'zimda ham yo'q. Faqat diplomlarim asosida hozir faoliyat yurityapman. Keyin nimada yakka tadbirkorlikka kirayotganingizda shunaqa perichenlari bor, xizmat turlari. O'sha xizmat turlarini shifrida oxirida 92-simidi, 91-simidi yaqinda qo'shildi, oldin yo'q edi u. Psixoobrazование, ma'riflik degan. Образовательный faoliyat olib borish, ma'riflik faoliyatini olib borish degan yangi punkt chiqqan. Men o'sha ma'riflik bo'yicha oldim. Ya'ni men ma'lumot beryapman, men dars beryapman, men qanaqadir просветительский deydi-ku, umumiy ma'lumotlar beryapman. Konkret bitta faoliyat emas, masalan, faqat psixologiya yoki bo'lmasam faqat bilmayman, pedagogika yoki faqat matematika yoki faqat ingliz tilidan emas, umuman ma'rif beryapman, ma'lumot beryapman degan yakka tadbirkorlik shifrini oldim. Sizlar ham yo o'shani yoki onlayn konsultatsiya mana yozdilar-ku, unaqa Nargiza. Onlayn konsultant bo'lib-da, masalan, yoki to'garaklarni olib borish deb oldin olishardi, chunki psixolog faoliyati degan shifr yo'q edi-da. Hozir endi ma'rif bor ekan, o'sha ma'rifini oldim men.
То есть shunaqa ko'rib chiqinglarda agar o'sha sizlarga ham ma'qul kelsa muorif deganini olib yakka tartibdagi tadbirkor bo'ylar nalogi где-то 800 mingga yaqinroq ekan 700 qanchadir ming bo'ldi lekin yangi yildan bu tartib bu anaqa o'zgarishi mumkin soliq bo'yicha belgilangan summa ya'ni yillik daromadni qanchadir foizi bitta qilib to'lanadimi shunaqa deyishdi adashmasam yana ko'ramiz hali konkret buxgalterlar ham yuristlar ham konkret hech narsa aytgani yo'q ko'ramiz xudo xohlasa no пока shu ikkita to'lov bor to'g'risini aytsam nomlar esimdan chiqib qoldi ko'rib berishim mumkin yaqinda to'ladim lekin Da. siz misol uchun mijoz kelgandan keyin kontrakt qilasizku yozma ravishda o'shandan keyin o'shanga qarab to'lanadi to'g'rimi? yo'q soliq bu единый soliq unga Bir qaramaydi martalik. har oy to'lanadi Aha. bir martalik bu bir marta to'lanmaydi har oy to'lanadi mana hozir qayerdadir ham bor edi Demak men bo'ldi tushundim. YTT bo'yicha har oy to'lab borasiz shartnoma mijoz bilan sizni xizmatingiz uchun tuziladi Misol uchun siz har oy to'lab boradigan bo'lsangiz, deylik bir oyda ba'zi bir oyda klient bo'lmasligi mumkin, lekin shunday to'lab borishingiz shart, to'g'rimi? da baribir to'lab borishim shart ishlasam ishlamasam to'lab borishim shart bo'ladi bu shunaqa nimada endi o'sha 1-yanvardan keyin aytilyaptiki что faqatgina o'sha обороtingizdan tushgan mablag'ingizdan to'laysiz lekin uning uchun mablag'laringizni Oq qora ko'rsatishingiz kerak. ko'rsatib turishingiz kerak bo'ladi necha pul kelyapti расчетный счетingiz bo'yicha to'lanadi o'sha расчетный счетingizga kelib tushishi kerak pullar agar bekitsangiz yashirsangiz ana Blinovskaya bo'ldiku yashirdi soliqlar to'lanmadi cho'ntagiga tushdi keyin uni huquqiy javobgarlikka tortishdi xuddi shunaqa narsa bo'lishi mumkin o'shaning uchun etga ham pul tushib turishi kerak расчетный счетingizga chunki siz yakka tadbirkorsiz просто так ishlov nima deydi unaqa qilolmaysiz o'tirolmaysiz nalog to'lamasdan o'shaning uchun buni ham Albatta men ham shu fikrdaman, nalog to'lanishi kerak. Nalog to'lanishi kerak. faoliyatingizdan nalog to'lab boradi chunki расчетный счетga tushadi bu pullar o'shaning uchun mijozlar bilan ham shunaqa shartnoma tuzish kerak ular ham расчетный счетingizga to'lashi kerak anaqadan ham to'lasa ham bo'ladi tam payme tam nima klik plik man ham hali o'zim o'rnatganim yo'q shu narsalarni aytyapmanku mana yaqinda tadbirkor bo'ldim hali oxirigacha uni yo'lga qo'yganim yo'q endi mana yurist bilan buxgalter bilan o'tirib shu ishlarni qilishim kerak shartnomalar ham hali tuzayotganim yo'q bunaqa shartnomalar og'zaki shartnomalarimiz bor yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir bir ruhiy holati buzilishi borlar bilan shartnomalar tuziladida faqatgina вот именно mani faoliyatimga hozircha mani xizmatlarimni sotayotgan masalan New Way bilan shartnoma bilan ishlayman Qizil pomada bilan shartnoma bilan ishlayman mana yaqinda bitta proyekt keldi ular bilan shartnoma bilan ishlayman faqat o'sha shartnomalar asosida yuridik shaxslar bilan ishlayapman вот jismoniy shaxslar bilan hali shartnoma asosida ishlaganim yo'q shunaqa Rahmat, kattakon rahmat. Juda ham manfaatli. rahmat sizlarga ham savollaringiz uchun man o'sha nimani topa olmadim где-то bir 200 qanchadir ming yo'q 300 qanchadir ming bitta 400 qanchadir ming bitta to'lanardi mana soliqlarim soliq to'lash qayerdadir ham shu bor edi mana ijtimoiy soliq 412 ming ekan и daromad solig'i 330 ming ekan mana mana anaqa soliq to'g'risidagi anaqa bor приложение o'sha приложениеdan yoqib olasizlar keyin bemalol to'lab o'tirasizlar mana man dekabr oyiga to'lashim kerak oldindan ham to'lab qo'ysa bo'lar ekan Bemalol to'lab o'tirasizlar. 742 ming bo'lar ekan общий mana shunaqa hop man ham kimdir savol berdi shekilli Buraytiz psixolog degan yo'q edi ma'ruf yo'nalishi bo'yicha yagona darajada uchrash kerakmi yoki navoga boshqa yo'q anaqaga borasiz Nargiza yagona darajaga borasiz o'sha yerda yakka tartibdagi tadbirkor bo'lmoqchiman deysiz sizga o'sha shifrini yozib guvohnoma berishadi o'sha guvohnoma bilan keyin bankka borasiz bankda расчетный счет ochasiz keyin o'sha yagona darajada pechat ham olishingiz mumkin ularni hammasini to'lovlari bor to'lovlarni o'tkazasiz shu расчетный счет ochasiz расчетный счет sizga keyin anaqa YTSP berishadi ключ beradi yo'q
bankda emas, bank YTSPsi boshqa, nimada yagona darchadan olinadigan ключingiz YTSPingiz u boshqa. O'sha YTSPingiz bo'yicha keyin Didox degan nima bor, sayt bor. O'sha sayt orqali keyin hujjatli u yoqqa bu yoqqa yuradi. То есть sizga shartnoma chiqariladi, talab qo'yiladi yoki siz qo'yasiz shartnomani, sizga pul to'lab berishadi ko'rsatgan xizmatlaringizga va hokazo. Lekin buni shaxsiy tartibda mana bu mijozlar bilan qanaqa qilishni hali bilmayman. Hali bu narsa haqida ma'lumot yo'q, chunki aytaman-ku, qonun ham yangi, biz ham yangi ishlayapmiz. Hali bu haqida bilmayman. Buni ham shu yuristlar bilan gaplashish kerak. Yana xudo xolisi sizlarga mana shunaqa talablari bo'yicha yana alohida vebinar qilib beramiz. Xudo xolisi o'zim aniqlab oling. Mana bu malaka sertifikati olish to'g'risida bo'ladi, hali qarorlar o'shanda yana bitta seminar qilamiz. Xo'p, xudo xolisi ertaga yana bitta seminarimiz. Bunga ham albatta qo'shilishinglarni so'rab qolaman, chunki именно mana shu standart talablarni yana ham chuqurroq ko'rib chiqishga mo'ljallangan edi. O'zi mana bugun ham aytib ketdim o'zi ko'p narsani. Ertaga именно haligi standartlarimiz bor-ku, boya aytgan buyruq asosida standartlarni bittalab ko'rib chiqamiz va ko'proq savol javob qilamiz. Bugun qo'shila olmaganlar xudo xolisi ertaga qo'shilishini so'rayman. Chunki bugun o'zi asosan mana bu psixologik sog'lomlik mezonlari va qanaqa qilib mijozi sog'lomdan nosog'lomni ajratib olishimiz kerak. Shunga o'zi ko'proq urg'u berishim kerak edi. Prosta mana bugun bu nimalarni ham, qonuniy tarzlarni ham aytib ketdim. Ertaga standartlarni yana ko'rib chiqamiz. Bugun qonunni ko'rib chiqdik. Xudo xolisa ertaga standartlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu bilan savollar bo'lmasa, tugatamiz bugungi vebinarimizni. Rahmat e'tiboringlar uchun, men bilan birga bo'lganingiz uchun. Tashlab qo'yasizmi bu anaqani? Prezentatsiyani? Da. Hozir bitta Rahmat. xatolari bor ekan, o'shani to'g'irlab, keyin jo'nataman. Chunki nima aytaman, ko'chirdimda, yana kopировать qildim, shuning uchun juda chiroyli anaqa tushmabdi. Xo'p, rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolisi 27 gruppaga bugun omad tilayman. Imtihonlardan Voydod. voydod demang, yaxshi o'tib olasizlar xudo xolisi. Xolos, rahmat. Salomat bo'ling, Gulshodaxon. Xayr. Ko'rishguncha, rahmat. Rahmat sizlarga ham, rahmat.